3 marta. Ha bittada o'ynaymiz. Voy. Ha. Hop 3 marta hop. Don. Voy. Ha tez-tezda bular. Don Ziki deb atadi. Bir marta to'g'risi. Hop hop. Don Ziki. Ikkovda. Don Ziki. Bilib olgansiz o'sha. 3 marta bu. Endi 2 bo'lib qoldi endi. 1 2 bo'lib qoldi. Qaranglar. Tezda bittada hal qilamiz. Ha, davay. Bo'ldi. Qozonni ko'tarib bola qozonni o'zi yolg'iz ko'taradi. O'zi hali ham qozonni ko'tarib keladi. Bo'ldi asam. Ana qora bo'lyapti. Bo'pti, o'zi. Yomon qoq beradi o'g'limmi? Ichida temir turamidi o'zida? Mon, qimirlayapti. Ya qo'shni uyga olib chiqaymi? Qo'shni uyga olib chiqay, beg'alvaga. Ha? O tunuka buzlanib ketmasin deyapman hali. Kanki olib keldim anaqa, burchak. Kani yo'q. O devor tepasi qalay bo'lib hojibu? Yo'labdi. Hali hojibu olib berdi, hali keldi-yu. Osh qilgan hojibu. Voy. Men qo'shlarga kelib chiqaman, ha? Aslan siz hoji buvamni ham suhbat olib turing. Hoji buvamni. Hoji buvam achchig'i yeb qolib o'zi kalayapti, shukur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Qayerlardan kelib qoldingiz? Budan bir obunachilarga video olaylik deb yuribmiz. Juda yaxshi-da. Suvoqchilarni hammasini bartaraf etdik. Ba'zi sukul qoldi xolos. Qolgan suvoqchilar hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Mana endi ertaga masjidda pirot ushlikka olinsa, keyin hamma o'tikizlar stashkaga tayyor bo'ladi. Darvoza kelib qolsa, darvozani o'rnatsak, darvoza o'rnagandan keyin umuman uyga o'xshab qoladi. Xudo xohlasa. Achchig'i chiqib qolib o'tganlar. Men kalab berdim. Yo'q. Voy tavba, voy. Siz ha? Siz xushtorlaringiz, sizni klientlaringiz ko'p, birodar. Voy menga. Hojdog'i ham shu yerda ekan-ku. Shunaqa qilib silt yo'q. Masjidamizda halolab turibmiz-ku. O'lmaslikka xat olganmiz biz. Avdan sparafga kelgan. Nimani? O'lmaslikka xat olganmiz. Silt yo'q qo'ydingiz. 8 yosh ishlayverasan deb shomni mashina xutdan o'qib pina keyin chiqasan deb shunaqa qo'ydingiz, yo'qdingiz-da. Bilaman mana shu hammasiga. Yomon bo'ldi-yu. Unaqa bo'lmaydi-da. Ishlagani kelganmiz. Bo'lishamiz bir bora suhbatlashib. Chiqqandiku to'g'ri. Sizdan olamanmi? Hammasini siz deb eshitganman. Maqsadda kerakli odam birinchi marta ko'rishmiz. Ustasiga farqi yo'q-ku. Молодец. Rakataping. Tarafingiz oladingmi? Ustam akam tomga chiqib. Men chiqasdan chiqib olmayman tepaga sen. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xudo xohlasa. Esingdami jonim yoshligimiz? Meni ko'taryaptimi? 1 metr qorni ham ko'taray. Ne?
Aralashma shunda aytdim. Yog'ni olib bormaysizmi tunikani? Qadrdonlar omborxona qalayapti. Ashigina eshigini qatirib qo'yishdi. Orasim. Lesaga chiqib oling, bitta hafta sabirlar. Mana Telefoningiz cherdami? Ha, hoji akam bor ekan, lesaga chiqingda. nimaga? Ha, kankida orasida. Hozir. Neki bilamayapsan. Tashlab qo'yaman. Joyga ehtiyot bo'lgina. Hozir ketdi. Hali buchani ko'rsatib qo'ymoqchi. Hozir tegib ketmay. O hali. Rezilyapni kishi trashi buchani. Traus oldida. Nima bo'lyapti? Ko'rmang. Haligi bunday kelgan joyda aytyapti, ezilyapti, bo'lmaydi. O'ziga qo'shilgan joyi bor shu. Sizni o'shni ketamiz. Men chiqaman, qara chiqdi. Keysha. Qo'shil tomonda. Pastga tashlab, pastdan oson chiqadi. Abat qilib. Jinni. Yurar. Teşekkür ederim size. Nima maqtaqoqdan? Shurpa qo'sa ularni. Nima cheybunga? Qachmoqmi? Qachmoq. O'rtada xonada. Ye. 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 Attiqo qachib metrada. Yo'q. Yarına yetib qo'yib. Yo'q, men o'zim aytdim narsani. Apop yana 1 metr. Oke, kita terus aja. Ada, Bu. Hati-hati, saya.
Ha. Otib qani yo'lda go'zalligi. Yanada chiroyli. Aytdim mana. Endi sal ishonarli bo'ldi. Hojiboy kalab qo'yibdi. Endi tashab turib aynaqadan steklavatadan nima edi? Filtrani o'rab turib qumda ko'mib qo'ysak, qum ham muzlamaydi-ku. Yo'q, o'zi mayda istashkalar bo'ladi, aslida ko'ngilga u. Anaqasi yo'q. Muzlab olmaydi. Ha, yo'q. Sayoz bo'lsa muzlaydi. Istashgan taydayli bo'lib qolsa muzlab qoladi. Hozir endi chuqurdami? Ha, yo'q. Endi muzlamaydi. Bayram mana shunday bir g'ish ko'tarsa kerak, men zaska past qo'ydim. Bitta shlaka bo'ladimi? Ay, yo'q. Uy ashyani qo'yib ko'tarimda. Mana shu bo'lib turib shlaka qilgan bo'libdi. Maylarda. Ko'chani shu kirmaydan yoqib qo'yamiz. Ba'zan bu yog'ini ko'chaga mayda qilib turib. Mana ariqcha bormi yo'q? Bor. Mana ariqchaga endi qo'ysak, suv kirmaydan yoqib qo'ysak bo'libdi. Mayag'ini ham keladi. Sojin akamga aytamiz, dazmolga og'ach kelsa endi. Ya mashinadan topilar. Obajon, ay mashinasi bormi? Bittami mashina sotib oldik. Bittami managa. Shigiram ham ulab qo'ysa bir yo'q. Yetti, maytiyani talanar ya beton chiqib qo'ydi. Qara. O'zi shunchalik olib qo'yib bo'libdi. Men zaska past bilan ana bo'ladi-ku men. To'g'ri, o'zi samoxotdan chiqmayotgan mana o'giran. Yo'q, chiqmaydi, nasos faqat Nasos bilan edi. Ya bu yoqni ham o'zing talaveraman. Tavlab turib, o yerga bitta burchak, mayga bitta burchak, bu yerga bitta 3 ta ketar ekan. Voyga kiraylik. Men ham uyga ham kirammi? Uyga kirmaydi, hammomga kiradi. Mana mas ko'tarilganda kirib ketadi, yo'q. Endi ana shu motorni hammomni ichiga olib qo'ysa, mana motor. Tortaveradi mana yonga. Ikkoviga ham ishlayveradi, bitta motor. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Oz qolyapti, xudo xolasa. Ishlar nihoyatda yaxshi ketyapti. Mana tunikalar qatirib qoldi. Tepan tunikasini ham qatirib qo'ydik. Mana xudoyim berib qolsa hech gap emas. Hojiboy dilaga soldi, Anjoli hojiboy tunikani olib berib qatirladi. Qolgan ishlar ham shunaqa kimdir dilaga solib, "Ko'mononi beraman" deydigan insonlar bo'lsa, hech gap emas, tez-tezda bitib ketadi. Ozgina-ozginadan qo'llab-quvvatlab turinglar, qadrdonlar. 5000 so'm, 10 000 so'm bilan xudo xolasa sizlarni ham pulinglar ozayib bir nima qilib ketmaydi, lekin bu xonadon chiroyli gullab yashna diyorim bo'lib ketib qoladi. Xudo xolasa oz qolyapti, maylar istashga qo'ysak, mana ko'nib turib, maylar yana bitta yubka shpaklovka qilib turib, rangni beramiz. Mana karnizlarni olib kelib qo'yganmiz. Bugun vaqt bo'lmadi shunga. Bugun bozorga chiqib ham ko'p vaqt o'tib ketdi-da. Tunikaga zakaz berib keldik. Endi o'zimiz borib olib keldik, Reka bilan. Endi nima olib keldik? Bir narsa olib keldik-da. 3 marta bozorga chiqdik. Gaplar. Lekin shundan yaxshi bo'ldi. Tog'am Rekani boshlab yarim yo'lsini qatirib qo'ydi. Hojiboy mol orqasini, cho'lasini shuvab, maytmana qilib qo'ydi. Shunaqa. Tog'amiz bilan ertamanga videoda nima bo'lib qoldik. Mayli endi bizga ham jahl chiqqandir, endi chatag'ish qildi o'zi. Ya'ni Xudo o'zi kechirsin agar ayb bizda bo'lsa. O'z mashinani sayoz deyiladi-da. Boshida hozir 25 bo'ldi. O'zi 40 kalash kerak. Mayli, mana 25 ga chiroyli qilib ko'msak muzlamaydi.
o'ttizcha bo'ldida. Lekin hali 8 santimetrda bu yer. Muttalik. Bunday qilib chisno ekkan agat oladi, kim chisno ekkan. Chisno ekkanda ketmon burchagini chizgan singari to'g'ri qattiq. Lekin ashi yumshoq yerda chisno ekkan agat olgandek qilib qo'ygan ekan. Hammamiz tutab ketdik-da. Mayli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar.